Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va mehmonlari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Hozirgi videoda birgalikda juda ham oson tvorog tayyorlaymiz. Aynib qolgan sutdan mana sutinglarni qaynatib ko'rgan bo'lsanglar, sutinglar aynib qolgan bo'lsa, shunaqa burda bo'lib o'zi bildirib qo'yadi. Shunaqa paytda to'kib yuborishga, tashlab yuborishga shoshilmanglar. 1 choy qoshiq smetana solib, yaxshilab aralashtirib qo'yamiz. Tvorogimiz shirinroq bo'lishi uchun smetana qo'shib olamiz. 1,5 litr sut bor edi menda, 1,5 litrni qaynatgani qo'ygandim, lekin aynib qolgan ekan. Qolganini ham mana qaynatmagan sutimni ham boshqa idishga qo'yib, bunga ham 1 choy qoshiq smetana solib aralashtirib oldim. Endi qaynatilmagan sutni olovini baland qilamiz. Qaynatib ko'rgan sutimiz olovini pasaytiramiz. Orada 1-2 qator kavlab qo'yamiz, tagi olib ketmasligi uchun. Qaynatilmagan sutimiz baland olovda, mana qaynash darajasiga yetgandan keyin olovni pasaytiramiz va yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Qaynatib yubormaymiz. Bir qator qaynash darajasiga yetgandan keyin olovni pasaytirib, aralashtirib, yaxshilab ozgina olovda ushlab turamiz va olovni o'chirib, bir chetga surib, ustiga tarelka yopib, sovutgani qo'yib qo'yamiz. Iliq darajaga yetgunicha tarelka yopiq holatda bir chetda turadi. Mana ikkinchi sutimizni ham xuddi shunaqa qilib qaynash darajasiga yetgandan keyin qopqog'ini yopib bir chetga surib qo'yamiz. Iliq holatiga kelguniga davr. Mana iliq holatiga keldi yoki sovutgunga davr qo'ysanglar ham bo'ladi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, burda bo'lib tvoroglar o'zi ajrab qoladi. Tayyor bo'lgan tvoroglarimizni dokaga suzib olamiz. Dokani 2 qavat, 3 qavat qilib taxlab oldim. 2 xil dokaga suzib oldim. Sizlarga ko'rinishlarini ko'rsatish uchun. Qaynatilgan sutdan va qaynatilmagan sutdan qanaqa tayyorlanishini ko'rishinglar uchun. Dokani mahkamlab, suvlari silqiguncha 1 soatga qo'yib qo'yamiz. Bundan oshib qolgan suvlarni tashlab yubormaymiz. Bilinchiklarga, nonlarga ishlatsa bo'ladi. Sivoritkasi juda ham foydali bo'ladi. Mana 1 soatdan so'ng tvoroglarimiz tayyor bo'ldi. Suvlardan silqidi. Suvni ko'rsatmabman, uncha ko'p suv chiqmaydi, chunki o'zi ajrab qolganda tvorogimiz suvlaridan. Qo'yishimizdan oldin ham ko'rgan bo'lsanglar, mana endi idishlarga solamiz. Bu birinchi solgan tvorogimiz qaynatilgan sutdan paydo bo'lgan tvorog. Mana bu ikkinchi tvorogimiz qaynatilmagan sutdan tayyorlangan tvorog. Ikkinchi tvorogimiz birinchi tvorogimizdan ozgina namroq bo'ladi. Ikkinchi tvorogimizga nisbatan birinchi tvorogimiz ozgina quruqroq bo'ladi, lekin ikkalasi ham juda ham mazali, qaymoqli bo'lib chiqadi. Iloji boricha домашний sutdan foydalanishga harakat qilinglar. Ko'rib turganingizdek juda ham oson va tez tayyor bo'ladi. Suvni silqitish uchun atigi 1 soat vaqtingiz ketadi va juda ham mazali chiqadi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Video yoqqan bo'lsa, like bosish sizlardan chiqmasin. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'linglar. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar.